Avatar uzum ko'chatlarining narxi qanchadan? Dasturga qilib beramiz. Narxini ham aytamiz, narxidan qochish yo'q. Akani qo'lida Avatar uzum ko'chasi turibdi, meni qo'limda bo'lsa Preobrazение uzum navi. Hozir men 100 mingdan ortiq uzum ko'chatlari tayyorlanayotgan ko'chatchilik plantatsiyasiga kelganman. Bu yerda 5-6 xil navdagi ko'chatlar tayyorlanyapti. Ixtiyor aka, xush kelibsiz ko'chatxonamizga. Bu yerda nafaqat 100 mingdan, balki milliondan oshiq desak ham bo'ladi. Bular hozir bahorgi ko'chatlar. Yana kuzga ham ko'chatlarimiz mavjud. O'shalar bilan milliondan ortiq ko'chatlar bor. Ya'ni yil davomida ko'chat bor. Ha. Xullas, ekish mavsumimiz qachon boshlanyapti, xudo xolasa, bahorgilarda? Bu sharoitda qilingan ko'chatlarda sezoni yo'q. Boshqa Yevropa davlatlarida ham aynan mana shu usulda ko'chat tayyorlanadi. Endi mana ko'rinishi, mana bu tuvaklari har xil bo'lishi mumkin. Kimdir plasmas, kimdir lattalik, kimdir salafanlik ekadi. Hamma o'zini stili bor. Lekin bunday ekkandan keyin tayyor tomirlagan, barglagan salafanni tuvakchasini oladi, tuproq o'ziga yopishgan holatda bo'ladi. Farqi yo'q. Iyun oyida ekadimi, avgustda ekadimi, yer muzlamasa bo'ldi. Yerga ekaveradi, xohlagan vaqtda. Hozir ko'ryapman, qarang, salafan tagida bitta ikkita emas, ko'proq teshgan, drenaj uchun o'zi bir dona yetadi. Bu nima xususiyati bor? Bu salafanda ichiga havo o'tishini, keyin ichida suv to'planib qolib chirimasligini oldini oladi. Agar buni teshib qo'ymasak, ko'chatlarimiz tomirlari nam yuqori bo'lib, suv to'plab qolganlik natijasida chirishi mumkin. Hozir ko'ryapman, oddiy tuproqqa o'xshamayapti, ekilgan ko'chat ekilgan. Nimalar bor buni? Bilasiz, biz bu uzumchilik yo'nalishida anchadan beri faoliyat qilamiz va ko'chatchilik sohasida ham necha yildan beri hamma turini sinab ko'rdik. Oxir oqibatda eng qulay, eng jahon standarti bo'yicha qilinadigan rasvorda tayyorlab qilganmiz. Ko'rishingiz mumkin, ichlarida oddiy tuproq emas. Oddiy tuproq ham qo'shilgan, chunki eng yaxshi o'g'it ko'chat uchun tuproq. Tuproqdan boshqa torf qo'shganmiz. Buni plus tarafi qatqaloq, ya'ni qisib qolmasligi uchun tomirlarni. Keyin mana ko'rib turgan oq toshga o'xshagan narsalaringiz bu perlit hisoblanadi. Bu mana shu ko'chatni tomirlarini nafas olishiga yordam qiladi. Sunnatullo akani juda ham ko'pchilik taniydi. O'sha 10 yil oldin birinchi TikTokka ochib kirganimda akani videosi kelib chiqqan. Agro 007 mida. Agro 07. Ha, shunaqa profillari bor. Tojikiston, O'zbekiston, Markaziy Osiyoda shu uzumchilikni rivojlantirish, mana shu Markaziy Osiyoga yangi navlarni, Yevropa va Amerikadagi yangi navlarni olib kirish va shu ko'chatchilikni rivojlantirish ustida ishlashadi. Agar ko'rganlar bo'lsa, qayerdadir videosini bitta like bosib qo'yinglar. Demak, uzumdan, zamonaviy navlardan bog' qurmoqchi bo'lganlar uchun sizda qanaqa navlar bor? Yana hozir mana shu Preobrazение bilan yo'da avatarimiz, yana nimalar bor? Hozir aka, bunday o'ganda navlarni turi ko'p. Juda ham ko'p, mingdan ortiq bor. Masalan, kimdir chiqadi, menda 100 xil nav bor deydi, 200 xil nav bor deydi, lekin hammasi ham tajribadan o'tmagan. To'g'ri. Hammasi ham hosildorligi yuqori, mana bu bizda O'rta Osiyo sharoitiga, iqlimiga mos keladigan uzum emas. To'g'ri. Mana shularni hisobga olganda biz ham hozir 50-60 xil ko'chat qilib tayyorlashimiz mumkin. Lekin nima qilamiz xalqni aldab? Ertaga xalq bundan foydalanadi, katta bog'lar qiladi. Uzumini ko'rganda la'nat eshitishni hech kim xohlamaydi. Shuning uchun mana shu ko'rib turgan betdagi 6-7 xil navlaringizni hammasini biz o'zimizning bog'larda payvand qilib, ko'chatlarni ekib, tarbiyalab 2-3 yil hosillarni ko'rib olganimizdan keyin, ishonchimiz komil bo'lgandan keyin, bundan yaxshigina daromad qila olamiz degan qarorga kelgandan keyin aynan mana shu navlarni tanlab ko'chatlarni tayyorlagan. Siz taniydiganlar bilishadi. O'sha eng muhimi mahalliy iqlim, tuproq sharoitiga mos keladigan navlar. Ular aytayotganda o'sha umuman O'zbekistonda iqlimiga, tuprog'iga mos kelmaydigan navlarni eksa u ko'karaveradi, ko'chat bo'laveradi, lekin ertaga u mahsuldorligi qanaqa, meva berishi qanaqa bo'ladi, bizda issiqlarga, sovuqlarga keyinchalik chidamliligi, xullas u keyin hosilni sotish, xullas hammasi jumboq. Bular o'zlari sinab yetishtirib, hattoki mana avatarlarni mayzam qilib ko'rishdi, misol uchun. Hamma narsalarni ekib, sotib, keyin tavsiya qilishyapti. Ixtiyor aka, bir necha yildan beri mana bilasiz, avatar uzumi trenddan tushmay kelyapti. Lekin hozirgacha ayrim eski fikrda qolib ketgan dehqonlar bu uzum bo'lmaydi, ertaga bozori yo'q, sota olmaysan, ya'ni kelajagi yo'q uzum deb qancha negativ
fikr bildirgan sari avatar shunchalik moslashyapti-da. Ha. Shunchalik hosildorligi naborot chet eldan ko'ra bizda yaxshiroq bo'lyapti. Chunki bizda ob-havo, bizdagi iqlim, 4 ta fasl hammasi o'z vaqtida bo'lishligi boshqa joyda topilmaydi. Ular deylik teplitsa qilib, issiqxonalar qilib, iloji boricha harakat qiladi yaxshi sifatli yetishtirishga. Bizda iqlimimiz o'zi shunaqada. Avatar uzumi o'shanaqa negativlarga javobini berib qo'ygan. Bundan tashqari hozir bu yerda biz tayyorlagan ko'chatlar ham aynan mana shu sharoitlarni boshidan o'tkazib, o'sha iqlimga, sharoitga to'g'ri keladigan navligini isbotlaganligi uchun biz bugun ko'chatni tayyorladik. Mana hozir avatar uzumi gektar bog' yo'q hech kimda. 10-20 gektar avatar bog'ini ko'rgansizmi? Yo'q. 20-30 gektar. Yo'q. Lekin minglagan sug'diyona, mahalliy navlarni ko'rgansiz. Agar mana shu navlar avatar navi agar 100 gektar yoki 1000 gektar bo'lsa, narxi kamida rizomatdan qimmat bo'ladi. Mana hozir rizomat uzumi qachon chiqqan? Lekin hozirgacha narxi oddiy uzumlardan qara, mayda kishmish yoki sug'diyona uzumlariga qaraganda ho'l mevasini aytmoqchiman, narxi qimmat yuradi. Xuddi avatar uzumi ham bozorda topa olmaysiz, boram chiqam olaman desangiz, bozorda 50 ming turibdi. Eng arzon. Eng arzon. Mana shundan ko'paytirish kerak. Yana kimdirlar aytadi, bu avatarni ekkandan keyin chetga eksport qilib bo'lmas ekan deydi. U gap mutlaqo noto'g'ri. Agar siz sifatli uzum qilib qo'ying, chiroyli qilib qo'ying, shu Yevropadagidan zo'r qilib qo'ying, qayerdan kelib bo'lsa ham o'zi dokumentini qilib olib ketadi. Bunga faqat dehqondan mehnat, e'tibor talab qilinadi. Shunday Tojikistonda bular tarafda bunaqa zamonaviy uzumlardan bog'lar juda ham ko'p. Agar rostdan bular o'sha odamlar aytayotgandaqa taqiq bo'ladigan bo'lsa, taqiq uzumga amal qiladi. O'zbekiston uchun yoki Tojikiston uchun bo'lmaydi. Ya'ni bular o'zlarining davlatlarida yetishtirishyapti. Avatar Amerikada, o'sha Kaliforniya tomonda seleksiya qilinganligi uchun aynan bizning iqlimga juda ham mos joyda seleksiya qilingan va o'shaning uchun bizning iqlimga juda ham tushib ketdi. Xo'p, bog'bonlar qachon ekadi? Narxi qancha? Shundan gapiring. Xo'p, aka, narxini ham aytamiz, narxidan qochish yo'q. Hammasini bugungacha uzumchilik to'g'risida nima bilsak, ochiq-oydin o'rgatib, aytib kelyapmiz. Xo'p, birinchi shu navlarning haqida ma'lumot beraylik. Xo'p, u xalq nima olayotganini bilsin. Shunga qarab narxi to'g'ri kelsa, preobrazение sorti mana. Preobrazение. Menga qiziqtirib qo'ydingiz, o'zim ham egaman deb. Avatarda hamma biladi o'sha. Xo'p. Buni ham narxini aytamiz oxirida. Preobrazение navi boshqa bu bo'lsa kelganiga ancha yil bo'lgan. Lekin odamlar e'tibor qilmagan. E'tibor qilganlarnikini biz tajribada ko'rdik. O'zimiz bog'lardan ko'rsatdik, hosildorligi yuqori ekanligini. Mana shu nav men video qilib chiqarganman, YouTube'da to'liq videosi bor. 2 marta yoki 3 marta hosil qiladi. Bunaqa uzum ko'rmaysiz. Mana hozir sizga ishonish qiyindir. Anjirga o'xshaydi. Birinchi hosil juda ham sifatli, erta pishar bo'ladi. Ikkinchi hosili bozorda ikkinchi sort uzumidaqa bo'ladi, lekin sifatli birinchi darajali bo'lmaydi. Uchinchi hosil ham qiladi, duvarak sho'r bo'ladi, lekin undan biz foydalanmaymiz. Uni uzib tashlashimiz kerak. Sababi bu novdalarni ham pishirish kerak. Agar uzumini olib sotib, yana qaraversangiz, dori berib, suvini berib boraversangiz-ku, kuzgacha meva qilaveradi, daraxt charchatadi yoki novdani pishirmay qoladi. Shuning uchun uchinchi hosil buni hosillarni uzib tashlanadi. Hosildorligi birinchi hosili ham o'zi juda ham yuqori. Ta'mi qanaqa o'zi? Ta'mi turishi ketmon sopiga o'xshab ketyapti. Ketmon sopidaqa yirik, ketmon sopi ingichka uzun bo'lsa, bu yo'g'on. Xuddi rizomat qanaqa? Tojikistonda oqshohon deyiladi. Ya'ni bizda rizomatni Tojikistonda shohona deyiladi-ku. Preobrazeniani oqshohona deyiladi. Xuddi rizomatga o'xshaganligi uchun. Lekin rizomatni bilsangiz, kichik donlari bo'ladi. G'o'ralik paytida terib chiqish kerak, ishi bor. Preobrazeniada unaqa yo'q. Buni yeb ko'rasiz, mana demak bu ham mazali, ham erta pishar. Ham mazali, ham erta pishar, ham doni yirik, kalibri katta. Xo'p, yana qanaqa navlarni ko'rdim men. Bundan tashqari manicure finger bor. Bilasiz, uni ham hosildorligi o'ta yuqori. Manicure fingerni birinchi yil ekkan odamlar, adashibman, bekor ekibman, bu bizni quyoshga to'g'ri kelmas ekan, quyosh urib ketyapti deyish mumkin. Toshkent viloyatida ko'rdim-ku. Bunaqa narsa bor narsa. Manicure finger uzumini ekkaningizda birinchi yil shoxlar, barglar o'zini yopmaganini evaziga issiq kuydiradi. Ikkinchi, uchinchi yildan keyin massiv siz xomtokka ham bog'liqda demak. Xomtokka ham bog'liq, xomtokni qalinroq qo'yib beriladi. Bilsangiz, uni po'sti ham qarsilloq,
Ha, uzoq muddat turib beradi. avatar ham qattiq ko'radi. Xolodilnikdan ko'ra oddiy Saqlash. an'anaviy usulda saqlaganda ham yaxshi turib beradigan usul. Bundan tashqari avatarni hamma biladi menimcha bugungacha. Yana Red Globe navimiz bor. Red Globe anchaga bo'lgan bu ham kelganiga lekin ko'paytirilmagan. Nimani evaziga? Bu kech pishar. Kech pishganni evaziga po'sti qattiq bo'ladi. Po'sti qattiq bo'lgandan keyin uzoq muddat ushlab turish, Tashish, saqlash saqlash oson bo'ladi. zo'r bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Masalan, kimdir 10 gektar bog' qilaman desa, 4 xil navni men tavsiya berardim. Bo'lib eksin. Erta pishar eksin, o'rta pishar eksin, kech pishar eksin. Shunda shoshilib qolmaydi. Erta pishganda narx qimmat bo'lsa, erta pishar uzumi bor. O'rta hamma sotayotganda men sotmaymanmi deganda ham uzumi bor. Hech kimda qolmaganda ham kech pishar uzumi bo'ladi. Xuddi shunday qilib har xil nav qilsa, qiladigan odamlarga Red Globe uzumini tavsiya qilamiz. Bu ko'rinishi ham chiroyli, donlari dumaloq, yirik bo'ladi. Qizil globus deganday shakl. Yana Lamborghini navimiz bor, buni ham bilasiz, urug'siz. Zo'r. Oq damiskiga o'xshaydi, lekin urug' yo'q. O'shandan olib ketaman men. Bu ham juda serhosil uzum. Agar bersangiz. Bu ko'chatlarimizdan kam qolgan lekin. Obunachilarimizga beramiz lekin. Shunaqada aka. Gap yo'q. Bundan tashqari Alvika bor aka, Halloween bor. Assortiment uchun kimdir ekaman deydigan bo'lsa, Alvikani bilsangiz, eng doni yirik uzumlardan bo'ladi, qora. Juda ham go'shtli zo'r uzum. Undan ham bor. Menga o'zimga mana shu Preobrazhenie navi ma'qul keldi, chunki o'zim erta pishar navlarni muxlisaman. Juda ham ko'pchilik bozorga nimani erta olib chiqdingiz, bozor sizniki, xaridor sizniki bo'ladi. Preobrazhenie menga ko'proq ma'qul keldi. Hammani o'ziga qaraydi, hamma o'zini didi va o'sha yeri, tuprog'i holatidan kelib chiqib ekishadi. Xo'p, narxlar va narxlarni aytib o'tadigan bo'lsak aka. Xo'p, bizda ko'rib turganingizdek katta ob'yomda, asosan katta fermer dehqonlar bilan ishlaymiz. Qanchadir qismi zakaz bilan tayyorlayapmiz. Bundan tashqari kimdir havas uchun uyga ekaman deb havas qilganlar bor, uni ham bebahra qoldirmaymiz. Lekin ularga biz 2 ta, 4 ta, 10 donani dastavka qilishga ulgurmaymiz. Ham bunday olganda dastavka xizmatimiz o'zining narxidan qimmatga tushib ketadi. To'ppa-to'g'ri. Bu yerda Manicure Finger, Avatar, Preobrazhenie uzum navlari narxi 25 ming so'm. Qancha olishidan qat'iy nazar, 4 ta oladimi, 1000 ta oladimi, narxi o'zgarmaydi. Katta ob'yomda oluvchilar uchun dastavkamiz mavjud. Deylik 100 donadan ko'p oladigan kishilarga dastavka qilib beramiz. Ya'ni faoliyatimizni hozir Toshkentda olib boryapmiz. Bu yerda faqat ko'chatchilik emas, uzumchilik ham bor. 70 gektarlik bog'da yangi navlarga o'zgartirish, shunaqa ishlar bilan shug'ullanyapmiz. To'g'ri. Demak, o'sha xonadon egalari hech yo'q ko'chatchilik plantatsiyasiga kelsa olib ketishlari mumkin. Kelsa, bizdan Telegramdan yozishsin aka. Lokatsiya tashlab beramiz. Kelib olib ketishlari mumkin bemalol. Uzoq emas, Toshkent viloyatida bemalol kelib olib ketishlari mumkin. Masalan, aka kimdirga 100 ta olish malol-ku, men qayga ekaman, yerim yo'q deyishi mumkin. Bunday kishilar qo'ni-qo'shni, oshna og'ayni, qarindosh urug' akalar, mana bunday ko'chat bor ekan mana yerda, gruppalar bor hammasini. Qishloq gruppasi, qarindoshlar gruppasi tashlaydi. Davay olaylik, 100 ta qilaylik, dastavka qilar ekan desa, arzon tushadi-da hammaga. Endi baribir so'ramaydigimani kommentda so'rashlari mumkin. Odamlar so'rashadi, ko'chatlarga garantiya qanaqa bo'ladi? Albatta biz hamma ko'chatlarimizga o'sha nav chiqishligiga javob beramiz. Garantiya beramiz. Bundan tashqari ko'chatlarimizni sertifikat bermaymiz. Ob'yomda oluvchilar uchun-da. Sertifikati bor har bittasini. O'shaning uchun o'zi bizning sohamiz faqat uzumchilik, boshqa narsani tushunmaymiz. Uzumchilik, ko'chatchilik, yangi navlar, iloji boricha uzumchilikni rivojlantirish. To'ppa-to'g'ri. Videoga like bosib qo'ying. Sizga qanaqa uzum ko'chatlari kerak? Kommentariyaga yozib qoldiring. Iloji boricha har bitta komment YouTube uchun yoziladigan har bitta kommentni befarq qoldirishmaydi. Bemalol bog'lanishlari mumkin. Zamonaviy uzumlardan bog' barpo qilmoqchi bo'lgan tanishlaringga videomiz linkini olib yuborib qo'ying. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, rahmat kattakon.